Obunachilar shunaqayam tezkor bo'lasizlarmi? Qoyil qoldim. Bir zumda sizlardan 100 tagina like so'ragandim. Siz uni 5 kun o'zingiz topib oldilaringiz. Mayli, keyingi videoni ham joylaymiz. Mana kiryapmiz serverga. IP adresga kiryapmiz. Qayerda qolgan bo'lsak, o'sha yerdamiz. Boshlayapmiz. O'tganga men daraxtga ketayotganim esimda bo'lsa, axir 5 kun o'tdi-ku. Va qasrimiz asta-sekin buzib kiramiz, chunki eshik juda ham uzoqda. Tosh qo'yamiz. Va kovlini toshlarimiz mana yerga qo'yamiz. Bu kattaroq imperiya qurishga kerak bo'ladi. Va biz bu yerdan yog'och olib ketamiz, ozgina yetishdi daraxt. Bu temirlarni yoqish uchun tez. Avval yog'ochga aylantirib olamiz, o'shanda ko'proq bo'ladi. Hozir ozginaroq bunday qilamiz. Va 2 dona solamiz. Bunga 2 ta solamiz. Bunga o'zi bitta 2. Bunga bitta. Boshqa yerga solmaganmiz, tekshirib ko'ramiz. Böyle şuraya piştin 6 tagini. Biz esa yana tosh kovlaymiz bolalar, chunki tosh bu nima so'raydi, kerak narsa bizga. Tosh emas, temir kovlash kerak, temir kovlash esa shaxta kerak, shaxtan kovlash esa yerga kirka kerak bo'lsa, olmos kerak bo'lsa, temir kerak bo'lsa, daraxt kerak, temir kerak bo'lsa, tosh kerak bo'lsa esa yog'och kerak bo'lsa esa o'yinchi kerak. Hammasi menga bog'liq. Men qilmasam kim qiladi? Yo do'stlarim chaqirsam bo'ladi, lekin ular buzishadi mana debman-da. Shunga chaqirmayman. Ukam bilan o'ynardim agar serverim bo'lganda. Okey, sen buni yuborib olaman agar videoni ko'rsam. Avval toshlarni yig'ib olamiz. Aytgancha bolalar, men bilan sakkizini chiqdi. Axir men bugun soat ko'ramiz. Axir men sukunaman axir. Demakki to'g'rami ham bir zarbamni yiqitdim. Shuning uchun kovlash tezligimni oshirib, hozir bittada kovlab ketadi devor. Uch kerkam yo'qligi uchun sehrdan foydalanaveраman bolalar. Shuncha hozir boshlayman. 1 2 3 yo'q bo'l. Sehr uzilib qoldi-da. Mayli, hozir 1 2 3 tadam. Haqiqiy sehrni men yerga to'plashim kerak. Masam ekan. Xo'sh. Bolalar, demak, mana shu yerdan kovlay boshlaymiz. Hozir kovlashni boshlayman. Demakki, hozir qanday kovlasam ekan? 3 ga 3mi yoki 4? Aynan o'zimizda bolalar, bizning kanalimizga obuna bo'ling. Agar obuna bo'lsangiz, biz yil oxirigacha 100 million bo'lamiz. 100 million deganim o'ylab ko'ring. Bizga YouTube knopka yuboradi. Bu knopka bilan biz boyib ketamiz. Ham bizga pul keladi. Ham biz YouTube'ga video ko'proq qo'yamiz va tezlashamiz. Mana shuning uchun obuna bo'ling. Keyin biz sizga eng zo'r narsamizni ko'rsatamiz. O'sha narsani olamiz agar obuna bo'lsangiz. Hozir ko'rsataman. 1 2 3. Xo'sh, obuna bo'lsangiz biz ham YouTube knopka olamiz va hattoki Box Robloxdan ham oshib o'tamiz. Shuning uchun obuna bo'ling. Shuncha obuna bo'lmaganlar bilib qo'yinglarki sizlar. Kovlasam ekan. Xolos 9 ga 9 kovlayman-da, shu bilan tugataman. Videoim ham uzun bo'lib ketyapti. Bolalar bittasi rost gap ekan. Video yasash ham qiyin ish ekan. YouTube'lardagidek ko'zlarim to'rt bo'lib ketdi deb bekor gapmaydigan. Mening ko'zlarim to'rt bo'lib ketdi. Bo'pti bolalar. Chao, uchrashamiz, yaxshi qolinglar. Bo'pti, charchamanglar.